Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Bahodir Murod Alining Ko'kto'nliklar nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu kitobda iste'dodli adib Bahodir Murod Alining Cho'lpon mukofotiga sazovor bo'lgan Ko'kto'nliklar qissasi joy olgan. Unda bosmachilar davridagi qonli to'qnashuvlar, otishmalar, makru hiylalar, xoinliklar, shaxsiy va ijtimoiy fojialar ufqida aks ettirilgan. Shuningdek, kitobdan yozuvchining Oqtush, Zumrad xolaning kelinlari, bargak taqqan odamlar kabi bir necha hikoyasi ham o'rin olgan. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.